Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hammaga xayrli kun. Xudo xolasa salafanlarimizni yangilash jarayonidamiz. Salafanga kelganmiz. Oltiariqqa. Ko'pchilik salafanni qanaqasidan, qayerdan olamiz degan savollar bo'lib qolyapti. Arzon salafanlar 1 oy, 2 oyda yozgi kunda issiqda tez chirib, to'kilib ketyapti. Uni ishlatganlar biladi. Narxi arzonroq bo'ladi, to'g'ri, lekin qimmat yaxshi salafanlardan narxi qimmat bo'lib ketyapti. Ham uni alishtirish ish, baliqni bezatoqi. Shuning uchun men sizlarga salafanni zo'rini topib qo'ydim. Xudo xolasa o'zim ham oldim hozir. Shuning uchun sizlarga ozgina bo'lishkim keldi. Va sizlar narxlari bilan, sifatlari bilan tanishtiraman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Chatim yaxshimi? Rahmat. Aka, bizga chidamli bo'lsam, narxini oxirgi optim narxida qilib berasiz, narxlarini. Bizga aka shunaqa bo'lsinki, issiqda kuymasin, odam ustiga yurganda cho'ziladigan bo'lsin. Shularni bir qator bizga ko'rsatib bering salafanlaringizni. Bizda salafanlarimiz asosan Xitoydan keladi. Chidamliligi 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. Eni 6 metrdan 16 metrgacha eniga qarab ko'rasiz. Ularimiz quyosh emblemasi bo'ladi o'zida. Asosan qalinligi o'zida yozilgan bo'ladi. Quyoshi tepa tomonga dori tarafi ichida qolsa 3 yildan 5 yilgacha ishlatasiz. Ularimizni qalinligi o'zida yozilgan bo'ladi. Endi 08, 01. E'tiborda aytib ketak, buni yozishda ham o'sha quyoshni tepaga qarab yozadi. Lo'ngotasidan ancha farqli bo'ladi. Agar teskari o'rab qo'ysangiz 1 yilda tugab qoladi. Agar to'g'ri qilib o'rasiz 08 kilogram 3 yil, 01, 13 qalinligida bor. Ular endi ishlatishingizga qarab, eni 6 metrdan 16 metrgacha bo'ladi. Ko'pchilik hovuzlarga 08 kilogram olishadi. Ularimizni bir tomoni o'zi ochiq bo'ladi. Olib borganingizda bu pachkada 100 metr bo'ladi. Narxini sizga aka, menga bergan narxingizni aytavering aka. Men akalar shuni oldim 08 dan. Endi 10 metrligini sizga 23,5 ming so'm qilib berdim. 3 yil garantiyaligini. 3 yil garantiyaligi. Siz ishlatishga bog'liq 5 yilga ishlatasiz bu narsani. Endi 12 metrligini 28 ming so'm qilib beraman. Nomeringizni chiqarib qo'yamiz, chamchasini so'rashib oladi aka. Razmeriga qarab narxini kelishtirib beraman. Aka, buni necha metrligi bor eni? Hammasini aytib keting. 10 metrligi bor. 10, 12, 12, 14, 16, 6 metrlik. 6 metrligi bor. Xo'p, endi aka, endi menga arzonroq bo'lsin, yana ham yaxshiroq, endi yaxshirog'ini arzonroq qaysi aka? Endi misol kimdir buni aka bitta sifatini bizga tekshirib bering, mana shu sifatini. Menda buni sifatini tekshirib ozgina misolda ko'radigan bo'lsak, qattiqroq gapirasiz aka, shovqinroq joydan mikrofonimiz yo'q. Bu kichkina ob'yomda plyonka. Ha. Agar uni kattaroq qilib cho'zadigan bo'lsangiz, saratonda quyoshda turadigan plyonka. 2-3 metrgacha cho'ziladi bu plyonkamiz. Cho'zilishini ko'ryapsizlarmi? Asosan bularni Yonboshiga ham, eniga ham, bo'yiga ham cho'zaverasiz. Zo'r. Endi aka, bizga arzonroq shunaqa bitta cho'zib ko'rsatib bering. Bularimizni o'zimiz Toshkentdan chiqqani bo'ladi. Bu ham xuddi shuni 10 metrligi. Xuddi shuni 10 metrligi. Ha, bularimizni cho'zib ko'rganingizda Bu arzon. Jicha sifat pastroq bo'ladi. Cho'zilishi ham pastroq bo'ladi. Ha, buni narxi nechi pul buni? Bularimiz 18 ming so'm. 18 ming so'm. Yana yo'lidan Kelishtirib beriladi. Xo'p, yana qanaqa salafan tavsiya qila olasiz aka? Bulardan tashqari bu tomonda mana Esingizda turibdi-da? Gram plastik plyonkamız ham bor. Bu qaytiki bu? Pechat, original pechat chiqadi. Bu ham Toshkentda sifati dorisi balandrog'idan bu. Ha, buni ham bitta cho'zib ko'rsatib bering aka. Bunimiz narigiga qaraganda sifati sal yaxshiroq bo'ladi. Buni 1 yil ishlatish xolos. Ha, 1 yillik bu. Bu hamyon bor. Hamyon bor. Mana cho'zilishini bitta ko'rsatib bering. Cho'zilish narigiga qaraganda unchalik emas. Yaxshi atak. O'rtacha. Endi misol 1 yil ishlatib yangilaveraman deganga, har yil yangi. bu nechi pul aka bu? Bunimiz endi 14 metrligidan 26 ming so'm qilib beryapmiz. 14 metrlik eni 26 ming so'm. Xo'p. Bunda ham razmerlari bor. Akalar, men o'zim olganim. Mana shuni oldim, menga shunisi yoqdi to'g'risi. 1 birligi ham bor ekan, lekin men 08 ligini oldim.
menga juda yoqdi mana shu baquvvatligi, cho'ziluvchanligi juda zo'r ekan. Nimaiki biz ichiga buni tushamiz, baliqqa o'shanda oyoq bosganda ham cho'zilib uncha yirtilib ketmaydigan. Akalar videoyimizda ozgina mikrofon olib kelmabmiz, shuning uchun sho'qirroq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Avvalo sizlardan uzr so'raymiz. Aka nomerlarni yozib qo'yamiz. Aka manzilni o'zingiz aytib qo'ying bitta. Manzilimiz Oltiariq tumanida bo'ladi. Shunda hokimiyat oldidan bog' tarafga 500 metr yursa, o'ng qo'lda Rishton vokzali yonida. Aka sizni qanday Telegram kanalingiz yo boshqa yo'qmi Salafanda qandaydir? Yo'q, Telegram nomerimizni qo'yib beramiz. Nomeringizni aytib keting Og'iz aka. 90 536 0006. Aka misol uchun menda vohadan ko'p biz klientlarimiz vohaga misol uchun so'rashadigan bo'lsa, aka yo'lni qilib chiqarib beraverasiz. Misol taksidanmi yo pochtalardanmi aka chiqarib bersangiz bo'ladi. O'zbekistonda xohlagan hududiga dastlabki xizmatimiz bor. Chiroyli aka, qarang. Ertaga men siz uyal qolmashim kerakki, buni olgandan keyin bu Salafanda boshqa Salafan jo'natmaysiz aka. Men sizlarni betda akalar men tanlab turib shu insonni sal odamni misol yuzini ko'rganda bilasiz, o'shaning uchun shu akadan video qilyapman, aldab qo'ymaslik uchun. Endi har xil odam borda aka, hali pechati bo'ladi o'zida. Imminni shu pechani eslab qo'ying mana. O'zida ichki tomonda ko'rsangiz yaxshiroq ko'rinadi. Quyoshi bor plyonka desa, o'zi sinovdan o'tgan 5 yil garantiyasi bor plyonka bo'ladi. Xitoydiki aka. O'zbekiston emas. Bo'ldi aka. Akalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Pastga kommentariyaga tusalaring, tepada ilon baliq Telegram silkamiz bor. O'shanga qo'shib Telegramga qo'shib olsalaring, xudo xolasa kunlik videolar qo'yib boramiz. Bu videoning maqsad ertaga arzon salafon yozib olgandan keyin salafon yirtilib, o'zingizni ham baliqni ham qiynamaslik maqsadida sizlarni shu salafonlar bilan tanishtiryapman. O'zimizni boshimizdan o'tganligi uchun qaytaraman, umuman arzon salafon iloji boricha solmanglar. Bu misol buni salafani 15 ming 16 ming olganingiz bilan bir sezonda 4 marta 5 marta alishtirasiz. Bu bizga 3-4 yil yetmasa ham 1 yilga 2 yilga zo'r xizmat qilib bersan yetadi, xudo xolasa. Xo'p, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Qancha ko'p like bosilsa, ko'proq odam ko'radi, ko'proq insonga videomiz manfaati tegsa, xudo xolasa hammamizga yaxshi bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugun nechinchi chislo? 12 fevral kuni syomka qildik. Muhammad Rizo. Va.